1949-yildan 1952-yilning boshlarigacha bu yerlarda bo'lgan banditlar harakati haqida nima deysan? Ya'ni, oxiri Kucha atrofidagi tog'larda toki 1950-yilning o'ttirlarigacha davom qilgan qarshilik harakati bo'lganligi uqilgan edi. Dal shu chog'da bizni Qashqardan Urumchiga yo'tkigan. Bizga Kucha atrofida banditlarning to'piling'i bor, qochib ketmanglar deb tapilab va'da elishga tirishgan edi. Keyin anglasam, Sovet radiosining xabarida bu harakatning orqasida Amerikaning qo'li bor deyilibdi. Amerika Markaziy axborot agentligining jasusi Douglasning muavin konsullik salohiyatidan foydalanib, jasuslik harakati bilan shug'ullanganligini, Osmonni qo'llaganligini deyishdi. Bular rastmi yoki kommunistlarning jahongirlarni yamanlaydigan doimiy tashviqotidan bir o'rnakmi? Bu rost. Ba'zi paketlar bor. Paketlarning bo'lishi va jasuslik jinoyati bilan tutqun qilinishidan qo'rqib, konsul John Pakiston avval qochib ketdi. Bo'lmasa, nimishki diplomatik xodim sifatida Beijing orqali ketmay, Himalayaning xatarlik yo'llaridan ular bilan ketadi. John Hall Pakiston 1949-yili oktyabrning oxirlarida Urumchidan ayrilib, Himalaya yo'li bilan 14-noyabrda Hindistonga yetib kelgan. Abdurdan. Sen buningga nimishqa qiziqib qolding endi? Bilasan-ku, mening qiziqmaydiganim yo'q. Yo'q, dal bilganligim uchun so'rayapman. Ko'nglingda bir ish bor. Mushuningga munosabatlik bir deydiganing bor. Sen xubsanlikni baribir aplashtirmaysan. Rostini davagin. Har qancha ig'ir ish bo'lsa-mu, buguncha sen mening mehmonim. Boshqa xapiliq bo'lmaydi. Rostmi? Ha, mening o'ylig'im shu ish. Bu meningcha bir yaxshi fursat chiqibdi ekan. Shu chaqda sen bir bosh bo'lib o'ttirg'i chiqib baqqan bo'lsang. Nima deyapsan? U vaqirab ketdi. Bugun men sening mehmoning, unutma. Shunisi aniqki, tarix sana bir mas'uliyat tanlagan. Ammo sen bu mas'uliyatni tanımagansan yoki o'zing to'g'ri deb bilgan av yo'lda bo'lganing uchun bu tarixiy mas'uliyatni ado qilishni xato deb qarab ko'maska solgansan. Bu qandaq mas'uliyat? Nima uchun tarix bu mas'uliyatni menga yuklabdi, boshqasiga emas? Chunki sen Sharqiy Turkiston hukumati rahbarlaridan hayot qolganlar ichidagi yuqori darajalik bir rahbar eding. Bu tufayli raislar yo'q ekan, bu vazifa sana tushmay kimga tushidi? Qaysi vazifa bu? Milliy armiya va xalq rahbarlik qilib, yana bir qatim tavakkul qilib beqish. Ya'ni Sovetdan boshqa bir chet mamlakat bizga yaqinchilik ifodalayotgan fursatda demoqchiman. Burch masalasidagi qarashlarimizni kelishamigidekmiz. Bu mavzuni ikkinchi tilga olma. Bo'lmasa, men haqiqatan birinchiman. Bu masalada tanlashimning to'g'riligiga ishonaman. Sen mujohidlikingni qilayver. Ammo o'qimishliq bir odamdek bo'l. Ya'ni paketlarga qoyil bo'lishga kelganda qattiq bo'yin bo'lma. Tanlashlarimiz har ikkimizning o'zimizga to'g'ri ekan. Buni vaqt ayiradi va bir kunlari alam ichida buni tunib yetadiganligimga, ismimning sabit bo'lganiga ishongandek ishonaman. Ammo paketlarga bo'yin egishda meni xuddi bir pildek yumshoq deb bil. Bo'ladi. Amsa ikkinchi bundaq gaplarni tilga olma. Rostini aytganda, Sabit apanning so'zlaridan qo'rqib turardim. Chunki u ochiqla o'limga loyiq gaplarni qiladi. U mening qo'rqayotganligimni sezib qilib dedi. So'zlarimdan qo'rqyapsiz. Bilib turibman. Nimadan qo'rqyapsiz? O'ylab ko'rdingizmi? Dedi u ko'zimga qarab. Rostilla, o'ylab ko'rsam qo'rqishga sabab yo'q ekan. Qo'rqishga to'g'ri kelsa, men qo'rqsam bo'ladi. Chunki men sizni tonimayman. Kimsiz? Balkim bir ayg'oqchi bo'lishingiz mumkin. Shundaqmi ya? Bilamsiz, bunda qo'rqish hamma Uyg'urda bor. Nima uchun deb so'rab baqsa, qo'rqishga amaliy sabab tepilmaydigan g'alati bir xil qo'rqish. Bunda qo'rqish psixikasi hargizmi normal emas. Balki boshqalar tarafidan maqsadlik turda shakllantirilgan. Ya'ni biz yillardan beri psixik qayta shakllantirishdan kechirildik va bu ruhiy buzg'unchilik davom qilyotidi. Shunga biz hech bir Xitoy yoki Xitoy ayg'oqchisi beshimizni qarab turmagan bo'lsa-mu qo'rqiyveramiz.
Ya'ni o'zimizga ishonmaymiz. Bizda o'z-o'ziga saqchilik qiladigan bir xil psixika shakllantirildi. Bu gaplaringizdan shubhalanmayman. Ammo bak mavhum deyilgachga, menda toza ro'shan bir tasavvur yoki aniq tushuncha bo'lmay, mengamni qo'g'i shundakli besib oldi. Buni bir oz konkretroq sharhlab bersangiz-ken. Men bularni qalbimning cho'nqur qetida tushundim. Ammo bu tushunish go'yo tushdakli edi. Yaqinni ko'rinadi. Qo'l uzatsam tutuq bermay yiroqlashatdi. Bundaq tutuq va tumanliq holatdagi tushunchani boshqa biriga tushuntirishga to'g'ri kelsa, shu ko'ngilning qetidagi shakli, bichimi bo'yicha so'zlab berish tas edi. Sabit apandi menga birdam qiziqsangandek qarab qo'yib davom qildi. Kishilardagi o'ylanmayli qabul qilish Xitoy kommunistlarining qo'lga keltirgan eng muhim sehriy unumlarining biri edi. Bir şuarning kunda sonsiz qitimlab takrorlanishi, hamma odamning og'zida takrorlanishi, kishilarga uni mutlaq haqiqat his qiladigan qilib etib, ulardagi ashu masala haqida o'ylanish iqtidorini yo'qlik qilib etadi. Men qaysi kuni gazetda bir ilmiy savatni o'qidim. Uningda tajriba uchun oldiga bir e'tiborliq mahsulotning bahosini yerim tushirib setish haqidagi e'lon chaplangan bir do'konning ichiga 20 yaqin odamni mal setayotgan tarafga kaynini ishik tarafga oldini qildirib tiziltirilgan. Tajriba natijasida mal setayotgani yangidan kirgan kishi kirib, daqiqa ichida mangdab turib qolgandan keyin darhol boshqalar bilan o'xshashla mal setayotgan tarafga oqini qilib turgan. Amaliyotda mal setilish uchun kirgan odamning mal setilayotgan tarafga oldini qilib turishi kichik bolami biladigan ish. Lekin bu yerdagi umumiy kayfiyat kishilarni aql ishlatishdan tamoman mahrum qilgan. Kommunistlar dal mushu usuldan foydalanib kishilarni insondagi eng tubki iqtidor bo'lgan aql ishlatishdan mahrum qilgan. Ya'ni ma'lum bir shuarni hamma odamga aytqizish, hammaga chaplab qo'yish, kunda sonsiz qaytim takrorlash orqali kishilardagi ashu shuar haqida fikr qilish iqtidorini yo'qotib, hamma odamni ongsiz qabul qildirdi. Bu orqali gipnozliqqa o'xshash unumga erishgili bo'ladi. Kishilar ongsiz holda qabul qilgan narsa ularning aqlining tanlashidan o'tmaganligi uchun bevosita kishilarning yoshirin eng'iga singib kirib, bir xil shartlik refleksga aylanib qoladi. Hamma odam ongsiz holda uni qabul qilib qolmay, yana uningga tayinadigan bo'lib qoladi. Ashu shuarlarning takrorlanishiga ko'nib qolgan kishilar u shuarlar takrorlanmas bo'lib qolganda o'zlari uzoqdan beri ishinib kelgan haqiqatdan ayrilib qilayotgandek, ruhiy jihatda tangpungsizlik ko'rilib, krizis tuyg'usiga petib qolgandek nola qilishidi. Takrorlangan shuarni hamma odamning miyasiga qarab besib kelayotgan saldek qarshiliksiz holda kishilarning miyasini kontrol qilishni menga yuyish deyiladi. Sokrat tefekkursiz hayot yashashqimi arzimaydi degan edi. Kishilarning tafakkuridan o'lgudek qo'rqadigan bu hukumat kishilarni tafakkurdan mahrum qilish orqali ularning hayotini yashashga arzimaydigan holatga keltirdi. Ular mana shunday qilib kishilarning ruhiy dunyosini ularga to'ydirmay egilib bo'ldi. Helimu bizning kishilarimiz ularning xohlagancha yiroqdan qo'mondonlik qilishiga o'zimi bilmay bo'ysunmoqda. Ular davomliq bizning psixikamizni o'zi xohlagancha shakllantirib, xolisi uningda o'z soyimizni o'zimiz qo'yadigan mexanizmni paydo qiladi. Xolisa bizning hammamizni bir-birimizga ishonmas qilib etadi. Xolisa bir-birimizga dushman qilib etarlaydi. Tarixdan beri sonsiz qatim urush qilib oxirida mag'lub bo'lishimiz dal bizning jismoniy jihatda erkinlikka erishgan chaqdimi ruhiy jihatda o'zimiz uqmagan holda igilinib ketgachga ruhiy jihatdagi qulluqdan qutulolmaganligimizdandir. Heliqi chegara qorovulxonasida necha yuz odamning 16 askardan qo'rqib o'tamaganligi buning isboti. Bilamsiz, ashu chaqda Hindiston tarafga qarab ketayotgani ularning ruhi emas, faqatla badani. Ularning teni erkinlik tarafga qarab ketayotgani bilan ruhiy mahkumlikning eng cho'nquriga qarab sho'ng'imoqda edi. Odamning teni mahkum bo'lsa, qutulg'ili bo'ladi.
koyzi kishanlarni chaqib etish mumkin. Turmini teshish mumkin. Lekin odam ruhiy jihatdan mahkum bo'lsa, hech narsa qilib bo'lmaydi. Chunki siz so'lingan ruhiy turmining teshay desangiz, temi yo'q. Chaqay desangiz ko'zi kishan yo'q. Ruhiy jihatdagi mahkumlik insonni ana shunday qo'rqinchoq qilib etadi. Rast. Agar biz mushundaqli qo'rqiyveradigan bo'lsak, hech zamon tashkillanolmaydik. Tashkillanmaslik Xitoy hukmronligining sog'lom davomi degan so'z edi. Men bu psixikaning sun'iy shakllantirilganligi haqida o'ylab ko'rmagan ekanman. Buni tunji qatim anglayotdim. Hamda bu mening aqlimga yotdi. Tamoman mumkin edi. Men yana bir fursatni tepib, Sabit apandidan bu ishning qanday konkret tartibda ilib berilganligi haqidagi muhokamasini anglab beqishim kerak.